Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Mana issiq kunlar ham kirib keldi. Endi qulupnoy, bodring, boshqa narsalar chiqadida ko'pchilikda zaharlanish e, paydo bo'ladi. Ko'zni xiraligi, barcha turdagi shabadalashlar, qorinni g'ildirashi, xotirani pasayishi, qondagi shakar miqdorining oshib ketishligi va turli o'smalar qaynaydi. Demak, shunga biz maxsus qadimgi retsept tikladikda 100% tabiiy mahsulot. Buni cho'zilmasligi uchun suzma qatiqqa tuzni qo'shamiz. Tuzni o'tkirroq qilamizda, qo'shilgandan keyin mana bundan bir choy qoshiq qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib turib, mana shunaqa quyuq massa holatga keltiramizda, qurtoq qilib qo'ysak, mevaralar jonni beryapti, nafas yo'llarini ochyapti. Faqat bu oshqozonida yazvasi borlarga mumkin emas. Qolgan barcha homiladorga ham, boshqasiga ham hammasiga ketaveradi. Saharlarga raza zo'r ketyapti. Saratonlarga ham zo'r ketyapti. Nafas yo'lida muammosi bo'llarga ham zo'r ketyapti. Demak, shuni bolajonlarga bersak, 100% tabiiy narsa, ximikat emas, xotirani ham yaxshilaydi. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilsalaring, O'zbekiston bo'yicha BTS pochta orqali yetkazib berishga iloji bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat.